Uy Medine, buncha aldırış neyim alınız? Sizden imkarınız? Bundan keyin gap so'zingizni diqqat qilib gap qiling. Fayzon buni qo'g'lishyotdi. Bekabet bitiklar siz bu yerni qo'g'lab etmang. Ha? Qo'lingizdan kelganini qiling. Kaltsa. Boshqa qilingiz pushaymon qilib qolsiz. Ekrem. Kira. Kamilani unchalik maoshini berib shirkatdan haydayapti. Ma'qul boshlaydi. Chiqasan bo'ldi. Kızım, bağımsın. Abba, ben bağım. Kızım, neymiş kuatsa, aldıraş mı? Tamak yedin mi? Abba, aldıraş emas, tamak yedim, sizcu? Xatlan betraman yazdigan bo'lib ketibsiz, o'g'lim. Voy canım kızım, mao badam kirgizgüç bağı, avazlık yakısınız, bir yaktan xatga aylanıp çıkıdığan iqtidar vaka qarang. Bizga o'xshash cho'nglarga shunda mos keladi-ki. Men hozir avazlık yaqyaptim, bu xat degan vash mang'yotdi. Ben xo'sh ketib borma bolam. Bo'pti, abba, yaxshi o'ylabsiz. Men mush kirgizgichni shiltiman baq qulaylik. Bunda iqtidor bor ekan. Qiyin gapni aytmay qilmang. Meni izlashingiz chuqur bir sifa. İş başı. Dadınız çok qarang, tamaq taklif qilibdi. Kechda udul bering, ha? Uf. Qilmaydi bu. Vay Abba. O kızım. Hocam, mening bağım yo'q. Nima o bağım yo'q degan? Dadınız chaqiribdi tamaq yeyimizda. Ishq, mening bağım yo'q. Man qarang, agar mening qizim bo'lsangiz, borsiz. Qizim emas deydigan ishingiz bo'lsa, bormang bo'pti. Qanday qilsangiz qiling, ha? Ma'qul. Men bormsam boray. Endi mening qizimga o'xshadingiz. Xo'sh bolam. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'z ovoz salonimizga qo'shib eling. Odam kirgizgich. Ajab yaxshi kino.